Assalomu alaykum birodarlar. Bugun mana xudo xolasa qushlarga kacha tayyorlash yana bo'lishkim keldi. Qushlarga hech kachasiga ko'kat qo'shib bermasdim. Shu bir oycha bo'lib qoldi. Brokoli qo'shib berishlikni boshladim. Allohga shukr, qushlarda bir yomon holatini sezmadim. Ko'p birodarlarimiz qo'shib berardi. Men to'g'risi ko'kat qo'shib bermayman kachaga asosan. Yo jo'xorini xomini qo'shaman yoki shu uyda xolos. Brokoli qo'shishni boshladim. Xudoga shukr zo'r. Buni cho'pirga tiqib olsalaring zo'r narsa bo'lar ekan. Xo'p, asosiy masalamiz har doimgidek tuxum, guruch, pishinoni qaynatilgani. Ko'ryapsizlarmi mana qo'lga yopishmaydi holatda. Mana hozir ekson biotik bir qo'shib oldim. Nima uchun biotik bir qo'shdim? Sababi qushlarning ichini o'tib ketsa, ichi buzilishligida ko'proq foyda beradigan narsa. Ko'kat qo'shganda baribir biotik bir qo'shgan yaxshiroq deb bildim. Keyin mana qushlarga beradigan kasha bu. Buni nimaga qo'shyapsiz o'zi desalaring, bunda baribir o'ziga yarasha kashada o'ziga yarasha namlik bo'ladi. Bu namlikni o'ziga tortib oladi. Bu bir. Ikkinchi masala, misol uchun o'ylanglar, endi bu pishgan narsa-da. Pishgan narsani hozir qush oldiga qo'ysalaring, baxillari bir 6 soat davomida yeydi, bittasi 7 soat davomida yeydi. Hammasini sirasi tugatib qo'ymaydi bir ko'pchiligi. Endi bu narsani biz o'zimiz ovqat yeganimizdan keyin tezda xonadonlikka solib qo'yamiz. Achib qolmasin deb. Shu mana narsa endi bu 16-17 gradus xonada, misol uchun deylik, qushlar oldida turadi. Mana tuxum degan narsa tez achiydigan narsa. Ertaga bolasiga bergandan keyin achib qolishi mumkin. Bu endi baribir qandaydirki ximikat qo'shilgan, boshqa qo'shilgan shu srok godnosti bo'ladi-yu har bitta narsani. Shu achib qolmasligi uchun bir srok godnostlari bo'ladi-da buni. Shunga nima desam bo'ladi? Kashani aralashtirib qo'yganimdan keyin kashani aynib qolmasligini, mana bu sveji kashani aynib qolmasligini ta'minlaydi deb o'zimcha bilaman. Qandaydirki Allohga shukr, shu vaqtgacha qo'shib berganman. Qushlarga plyusga yurganki, Allohga shukr, minusga yurmagan. Birinchidan kashani namligini nima qilib beradi? Aynitmaydiki, qushlarga misol uchun deylik semirishligiga, doполнительный misol uchun deylik vitaminlari bor-da bu kashaning ham ichida. Misol uchun hozir biotik bild, kasha, hozir makkani unini qo'shamiz xudo xolasa. Aralashgandan keyin yana xudo xolasa qo'yaman. Ajoyib go'zal bo'ladi xudo xolasa. Mana kashamizni aralashtirib oldik. Qarasalaring, haligi bir dunyo qilib brokoli qo'shganim yo'q. Hamma narsani me'yorda bergani yaxshi. Men misol uchun deylik, ko'kat beradigan, sabzi beradiganlarga qarshi emasman. Har bitta narsaga o'rgansa qush vallohu alam yaxshi yuraveradi. Lekin sabzi, karam, bir nimalar qo'shib beradiganlar bor. Baribir endi qushni o'rgatishligiga bog'liq deb bilaman. Xavfsizrog'i shu brokoli ekan yoki makka. Qolgan unaqa nima desam bo'ladi? Kashnich, ukrop, shunga o'xshagan narsalarni tavsiya qilmayman. Men o'zim qilmaganligim uchun-da. Lekin keyin yana bitta narsani aytsam, valnisga qushiga bersa bo'laveradi valay ko'katlarda. Bu agar ponislar salgina nozikroq, shu narsani hisobga olib qo'yinglar. Ko'pchilik valnislarga bergan narsani agar bu nerashka qushlarga ham beraveradi. Bu nerashkalar salgina nozikroq bo'ladi. Chem valnisiga qaraganda-da baribir. Shuni bo'lishim keldi.